Ijtimoiy tarmoqlarda o'zining shaxsiy hayoti bilan ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'lgan Feruza Normatova oxiri afsusda ekanligini hamda barcha haqiqatlarni bo'yniga oldi. Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bugun Feruza Normatova barchasini xalqqa ochiq aytadi. Aktrisa Feruza Normatova Instagram sahifasi orqali muxlislaridan kelgan savollarga javob berdi. Qanday qilib aynan shu inson turmush o'rtog'ingiz bo'lishi kerakligini tushungansiz? Har doimgidan ham ko'ra ko'proq himoyaga muhtoj bo'lgan vaqtimda fevral oyida aynan turmush o'rtog'im chet davlatda bo'la turib meni himoya qilgan. U paytda yaqin emas edik. Shundan so'ng meni 6 oy davomida kuzatib yurgan ekan. So'ng avgust oyining oxirlarida ko'rishishni taklif qildilar. Kerakli vaqtda meni himoya qilganlari uchun u insonga ishonib dugonam bilan uchrashuvga chiqqanman, deydi aktrisa. Endi aktrisalik faoliyatingiz to'xtadimi? Vayillarda suratga tushmaysizmi? Yo'q, endi vayillar olmayman. Rolni esa faqat turmush o'rtog'imga o'ynayman, deydi u. Ma'lumot uchun 36 yoshli Feruza Normatova 2025-yilning 15-oktyabrida 23 yoshli MMA jangchisi Olloyor Abdushukurovga turmushga chiqdi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.